Agar sizda doimiy kasalliklar, oilaviy munosabatlarda buzilishlar, qalbingizni xotirjam emasligi, qayta bitta muammoning hayotingizga kirib kelishi, doimiy qarzlar va buning sababini topa olmaslik, kasalliklarni xuruji, doimiy kasalliklardan aziyat chekish, o'z ustingizda ishlasangiz ham, ilm olsangiz ham, rivojlansangiz ham tibbiy, ham psixologik yordam berganingizda ham hech qanday o'zgarish bo'lmayotgan bo'lsa, o'zingizni topishni xohlasangiz, aslingizni anglashni xohlasangiz va bunga sabab bolalikda o'tmishda qolgan og'riqlar ekanligini bilmayotgan bo'lsangiz va mana shuni yechimi orqali siz hayotingizni o'zgartirishga, yengil, baxtli, farovon yashashga tayyor bo'lsangiz, hoziroq raqamlaringizni qoldiring, o'zim sizga aloqaga chiqaman.